Assalomu alaykum hurmatli birodarlar. Mana naborlarimiz tayyor bo'ldi. Qoraqalpog'iston To'rtko'ldan akamiz 3 komplet nabor zakaz qildi. Bitta avtomobilni qilib beraman. Bu naborimizda ko'rishingiz mumkin. Ikkita pichoqli, bitta choppisi hamda bitta qayrog'i bo'ladi. Choqqalarga ismlarni yozib berganmiz. Nerjavikadan yasalgan, soplar tekstildan sop oxirigacha bo'lgan. Ikkita pichoq zakaz qilgan. Bittasi 22 sm, bittasi 18 sm. Bu pichoqlarimiz suvda qolsa ham zanglab qorayib qolmaydi. Tekislar jo'rida. Sariyog'ga kesaveradi. Choppisi ham bemalol suyaklarga qaytmaydi. Buni ham moshina qilib ishlab berganmiz. Ham kesadi, ham suyakni chopaveradi bu. Qayrog'i 3 komplet tayyor bo'lgan. Hop. Bu ham xuddi shunday. Hammasini bir xil qilib berganmiz. Umid deb ismlarni yozib berganmiz. Tekislar jo'rida buni ham. Kimga shunaqa naborlar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bu kompletimizni 900 ming so'mdan qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.